Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 13 and Lesson 14. Okay, guys, and today we're going to learn Lesson 13. Okay, sağolasiz yaxshimisizlar? Biz g'oyatli tarbiyalash markazimizniki şu Yeni Home İngiliztili dersxonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugungi darsimizda 13 va 14 dars o'rganmoqchi. Aniqda şu 13 dars kelaylik. Avval şu 13 darsimizga intayin ko'p uchraydigan yangi so'zlar bilan bir tanishib o'taylik. Okay. Ondan keyin şu sizlar oldingi darslarimizdagi intayin muhim nuqtalarni takrorlab turib bo'lsa, şu yangi dars boshlashdan burun sizlar ashuniki muhim nuqtalarni bir takror qilib o'tsanglar. Shuna bo'lganda endi yangi darsimizni o'rganishinglarga qanday risola intayin oson to'xtaydi-ku. Bo'lsa, masalan 10-dars o'rganayotgan bo'lsanglar, birinchi darsdan boshlab so'zliklarni bir ikki qatimdan, undan keyin tekstni bir qatim o'lik oldi bir o'qib o'tsanglar, agar endi yodlamagan bo'lsa, yodlab o'tsanglar tegim yaxshi. Bunda bo'lganda sizlarniki yangi darslarni o'zlashtirishinglarga qanday risola yaxshi to'xtaydi. Okay. Albatta bu darslarimizni oldingi mazmunlarni ko'p takrorlab o'tamiz. Shuna bo'lsa-mu, yana bir qatim takrorlab o'tganga qanday risola yetmaydi. Bo'lsa, jiq yodlanglar. Albatta shu bir qism kitobni yodlaganlik 10 qism kitob o'rgangandan yaxshiroq-ku. Bu yodlashning ahamiyati intayin zo'r. Sizlar uchun davomli yodlab bersanglar, shuningki, sizlarning ingliz tili o'rganishingizda intayin zo'r futuqlar, intayin zo'r muvaffaqiyatlarga erishasizlar. Şu an ko'p yodlanglar. Chunki til emasmi bu? Biz matematikada ko'rganda yezib, nim qilgan emas. Yezish albatta muhim, lekin hamda mushari yodlaganingizda hech bo'lmagan og'zingni harakatlarini. Demak, shu practice degan shu-ku. English practice makes perfect deymiz emasmi? Okay. Aniqda bugungi darsimizning birinchi so'zi nima edi? Sanlar color. Okay. Qaranglar bolalar, nima bu? Ashkin tavshin ta'mimchi savodashimizda color deb o'qib qo'ydi. Color emas nima? Color. Okay, color. Birinchisi ashkin tavsh nima? Qisqa, ham tez o'qiladi. Shun buni color. Okay, color. Okay, endi mana color deganimiz nima edi? Sanlar rang degan gap, rang. Okay, rang. Rang deymiz, color deymiz. Masalan, oq rang, white, ko'k rang, blue, okay, next one is green. Okay, green. Alright, green deganimiz yeşil rang. Shunami? Okay, ma tavish nima? Og'zingiz qilgandagina anda qishimiz ustiga ko'tarib. Alright, green. Yaxshi. Green. Xo'sh, endi green deganimiz nima? Sanlar yeşil rang. Yeşil rang. Yeşil rang deganimiz green deymiz. Masalan, that car is green. And all mashina qanday desanlar yeşil rangli. Yeşil rangli bo'lsa green. Okay. Okay, next one is come. Hey, come. Okay, come. Alright, come deganimiz endi keling degan gap. Buni ham o'xshashlarni ashkin tavish nima qisqa. Degan tavish va come. Okay, hey, come. Shunami? Come here, please. And the biya kelsangiz, shunami? Here degan biya, please degan hamda takalluf so'zi. Come here, please. Demak, hamda biya kelsangiz. Bizdan to'liq o'tirib bir savolashyapti. O'sha kelsangiz deganda come here, please. Biyaga bir keling, shunami? Biyaga bir keling, qo'llarini ajoyibcha bunda chaqchaq qiladi hamda. Okay, esim kelib qoldi-ku, tuyuqsiz. Okay, nima? Come here, please. Ma jiq savodashmasdan here ni talaffuz qilganda here deb oldi ekan-ku. Iya degan tovushni o'rganganman, bu yerda. Iya. Endi nima? Come here, please. Okay, come here, please. Next one is upstairs. Okay, upstairs. Savodashma up deganimiz nima? Ustiga degan gap, up. Okay, down bo'lsa nima ostiga? Okay, up, down. Shunami? Okay, and upstairs. Okay, upstairs. Aber s rasmni keyin qilib qopdi. Upstairs. Stairs deganimiz peshtoqlar. Demakchi, ustunki peshtoqlarning ustida, demakchi, ustun qavat demakchi.
upstairs. Agar endi siz ikkinchi qavatda turayotgan bo'lsangiz, ustun qavat uchinchi qavat bo'ladi. Agar birinchi qavatda turayotgan bo'lsangiz, ustun qavat ikkinchi qavat bo'ladi. Shunaqa ustki qavatni nima deymiz? Upstairs. Olim upstairs, okay? And upstairs degan ustun qavatga chiqaylik yoki ustiga chiqing degan gap bo'ldi. Upstairs. Okay, and the upstairs nima bo'ldi? Bola ustun qavat. Hey, come upstairs. Ustun qavatga chiqaylik. Okay, next one is smart. Okay, qaranglar bola smart. Okay, smart deganimiz nima? Smart deganimiz hamda ratlik, chiroyli degan gap. Onun nisbat balkim sizlar aqlli degan ma'nosini anglagan bo'lsa mumkin, to'g'ri? Smartphone, aqliy fonmi smartphone deymiz. Shuni olsa smart nima xil ma'nosi bo'ladi? Buni ma'nosi kiyim-kechaklik nima desanlar, nayt ratlik, chiroyli, ko'rkam degan ma'nosi bor. Smart. Mesela a smart dress. And ayol kiygan Angelina Julia kiygan bu dress qanday ekan? Chiroyli ekan, ko'rkam ekan. Shuni deymiz a smart dress. Shuni nima deysizlar? Dress bo'ladi. Okay? Dress bo'ladi. Okay? Smart. Okay, next one is hat. Okay, hat. Xo'sh, endi bu yerga hat degan nima degan gap so'rashsa, hat deganimiz masalan rasmda ko'rib turibsizlar, posma, shlapa, bosh kiyimlarning ko'pinchisi hat bo'ladi. Masalan, do'ppi nima deydi? Masalan, Uyghur hat. Arada do'ppi deydi hamda o'lchamda qatilsa. Chet tillikda ba'zilari Uyghur hat. Uyghur hat degan gap. Hat deganimiz shlapa, posma, do'ppi, shunami? Hat. Okay, masalan, her hat is smart. Okay, hamsa onun shlaps bo'lsa, qanday? Chiroyli. Okay, her hat is nima? Smart. Okay, next one is same. Okay, same. Xo'sh, endi same deganimiz nima? O'xshash. O'xshash rasm qaranglar, ayollar birisi-birisiga qarshi ketibdi. Chunki bularning nimasi o'xshash ekan? Dress. Okay, dress o'xshash ekan, ko'ylakka qanday ekan, o'xshash ekan, tushunami? Masalan, the same color, o'xshash rang. Okay, the same dress, o'xshash ko'ylak, tushunami? Same color and same dress. Same color, same dress. All right, next one is lovely. Okay, lovely. Okay, endi love degan muhabbat, tushunami? Lovely degan odamning shu muhabbatini qo'zg'aydigan. Demak, odamni suyundiradigan, o'moq, go'zal degan bo'lsa lovely. Love mana lovely. Okay, lovely degan o'moq, go'zal degan gap. Masalan, a lovely hat. Nayt bir o'moq shlapa. Posma, tushunami? A lovely hat. Okay, yoki nima? A lovely dress. Nayt bir o'moq go'zal ko'ylak bo'lsa, a lovely dress. And ayolning kiygan nimasi nima desam, naqshu dress. Okay, dress. A lovely hat. A lovely dress. Yana bir yarishimliq, chiroyli degandan deydi, smart. Okay. Tushunami? Mana smart. Okay, mana nima? Smart. Okay. Hat. Same. Lovely. Okay, lovely. Xo'sh, Sam shu darsimizdan tekst kelaylik. Tekstninki shu karton filmini, qisqagina karton filmini hamsa diqqat qilib bir ko'rib o'tsanglar, undan keyin tekstni tafsiliy bir tushunib o'tsak. All right. What color's your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That is a lovely hat. Okay, guys, so finished. All right, let's look at the text. Okay, and the birinchi jumla nima deyapti? What color is your new dress? Okay, what color? And what color is it? And what color is that? That we're going to tushunamiz arkadaşlar. Nima rangda? Okay, and then what color is your new dress? And this is sizningki yangi ko'ylagingizningki rangi nima?
Okay, hem sizin yeni köynükinizninki, ma o erlerninki shirt var. Onun köynükinizin rengini mergenim neyimiz valla? What color is your new shirt? Şunama, what color is your new shirt? And one, what color is your new dress? And sizin yeni köynükinizin rengini mer? Desem, it's green. It's green. O qaysi ranglik? Yeşil ranglik. Ama ekranda turibdi, it's green. Agar endi ko'k rang bo'lsin deydi hisoblanishlar, it's blue. All right? Okay, it's blue. Okay, endi sariq rang. It's yellow. Okay, and look at next one, like, come upstairs and see it. All right. And sağlaşlar mesela come degan keling degan gap. Ama upstairs gapdan qara. And come upstairs deganimiz ustiga chiqaylik yoki ustiga chiqing degan gap shunama. And hamda va bilan see it. Okay, see it nima desang ko'ram. Endi musharaka and degan hamda va bilan degan ma'no bildiram desanglar, yo'q. Adətən bu ingliz tilida jumla qanday desanglar, bunda bir jumla bor. Buyruq jumla deydi. Buyruq jumla. Adətən məsələn birisininki məsələn buyruq qilishni, taklif fikrini, onkin o'tinishlarni ifodalaydigan jumla shakli məsələn bu. Məsələn come upstairs, ustiga chiqing. Adətda jumla deganimiz məsələn ega xabar to'ldirg'ish deymiz-ku. Endi ma'nonki ajab bo'l, "Uy, ajab buni egisi yo'q ekan-ku." yoki egisi nima desa kom deb numus qilmaydi, eshitganmaydi-ku. Endi bunday emas. Endi bu yerga buyruq egisi nima desang you. Demakchi you come upstairs. Demak, you qanday kelgan desanglar, yushirin kelgan bu yerda. Biz uyg'urchada deymiz, ustiga chiqing. Siz ustiga chiqing deb demaymiz odatda. You qanday keladi desanglar, yushirin keladi. Demakchi, come upstairs bir jumla, see it yana bir jumla, you see it. Ana bu ikki buyruq jumla birga kelganda, hamda buni qanday desanglar, bir jumlada vallahi ma ikki fe'lni to'qqina ham qanday qilishga bo'lmaydi, birga ekab qo'yishga bo'lmaydi. Okay, ekab qo'yishga bo'lmaydi. Endi bu ikki jumla bunday olgan qanday desanglar, ikkisi biriktirish uchun o'tirib endi qatib qanday qilgan gap desanglar, mush buyruq jumlalari birsi-birsiga bog'laydigan gap, birsi-birsiga ulaydigan gap. Shunga mishari and nima desanglar, bu ikki buyruq jumlalarni qanday qilgan? Bog'lash roli bor, bog'lash roli bor. Odatdagi jumlalarda ikki tal fe'l bir jumla ruqasi qanday qildik? To, aniqsizlik. Odatda boding shu deymiz-ku. Aniqsizlik holatda qilamiz. Masalan, okay, masalan, I come to see you. Okay, men seni ko'rgani keldim. Ko'rgili demakchi, to degan maqsadni ifodalaydi emasmi? Men seni ko'rish uchun bu yerga keldim degandagi. Endi bu yerga ma'no nima desanglar, ikki buyruq jumla. O yerga ma'no jihatda qanday desanglar, o'xshamaydi. Shunga endi bu yerga to'ni qatib qo'ysa, bo'lmaydi. Demakchi, ustiga chiqing, va ko'rib beqing degan gapda. Bu ikki jumladan kamda ikki jumlani birga qatib etsak, demakchi qo'shma jumla bor hamda bu yerda. Shunga endi come upstairs and see it deymiz. Demak hamda mushunga o'xshash jumla. Buningki tafsiliyatini texmo tafsil tushunmoqchi bo'lsanglar, bizniki shu grammar in use, ma keyindagi qismga diqqat qilsanglar. Okay.